16 dekabr. Qishning sovuq ertalabi. Moskva viloyati. Ko'pchilik uchun bu sana oddiy kun edi. Bolalar maktabga shoshildi, ota-onalar ishga ketdi, o'qituvchilar dars rejalarini ko'zdan kechirdi. Hammasi har doimgidek edi. Hech kim bu kun bir bola uchun oxirgi tong bo'lishini, yana bir bola esa umrbod qotil degan tamga bilan yashashga mahkum bo'lishini bilmas edi. Uspenskaya maktabi tashqaridan oddiy ko'rinardi. Oqartirilgan devorlar, qordan xol bo'lgan zinapoyalar, kirish joyida sovuqdan qizarib ketgan qoriqchi. Maktab ichida bolalarning shovqini, sumkalar shildirashi, darsga kech qolmaslik uchun yugurayotgan qadamlar. Shu maktabda o'sha kuni 10 yoshli Qobiljon ham bor edi. U 4-sinfda o'qirdi. Oddiy bola edi. Orzulari bor edi. Hali hayotni endi tushunib boshlayotgan, kelajak haqida katta rejalar qilmagan, ammo yashashni yaxshi ko'radigan bola edi. Soat taxminan 9larga yaqinlashganda, maktab eshigidan 15 yoshli o'quvchi ichkariga kirdi. Uni ko'pchilik tanirdi. U shu maktabda o'qirdi. Ammo bu safar u boshqacha edi. Ichida sukut, ko'zida sovuqlik bor edi. U bilan birga maktabga oddiy daftar yoki kitob emas, zo'ravonlik kirib kelayotganini hech kim payqamadi. U birinchi bo'lib qoriqchiga yaqinlashdi. Hech qanday bahs, hech qanday ogohlantirishsiz qalampirli gaz sepdi. Qoriqchi bir zumda ko'zini ushlab qoldi, nafas olish qiyinlashdi, yordam chaqirishga ham ulgurmay qoldi. Shu soniyalarda maktab ichidagi xavfsizlik tizimi barbod bo'ldi. Bir necha daqiqa ichida butun maktab himoyasiz qoldi. Keyin u yo'lak bo'ylab yurdi. Bolalar nima bo'layotganini tushunmasdi. Kimdir qochdi, kimdir muzlab qoldi, kimdir buni hazil deb o'yladi. Ammo bu hazil emas edi. Bu real hayot edi. Va bu hayot kimnidir ayovsiz ravishda sindirish uchun kelgandi. Qobiljon o'sha paytda maktab ichida edi. U hujumchini tanimas edi, undan hech qanday yomonlik kutmagan edi. Lekin aynan shu bola hujumchining yo'liga duch keldi. Bir necha soniya, bir necha harakat va pichoq. Hech qanday kino yo'q, hech qanday dramatik pauza yo'q. Faqat sovuq metall va inson hayotining uzilishi. Qobiljon og'ir jarohat oldi. Atrofdagilar baqirdi, kimdir yordam chaqirdi, kimdir qo'rqib qotib qoldi. Tez yordam chaqirildi, lekin vaqt Qobiljon tomonida emas edi. 10 yoshli bolaning yuragi maktab devorlari orasida to'xtadi. U endi darsga kechikmaydi. Endi uyga qaytmaydi. Endi katta bo'lmaydi. Bu paytda hujumchi harakatini davom ettirdi. Ayrim guvohlarning aytishicha, u atrofdagilardan millatini so'ragan. Bu savol oddiy tuyulishi mumkin, lekin o'sha vaziyatda u tahdidga o'xshardi. Go'yoki odamlar inson emas, belgi edi. Go'yoki kimdir yashashga loyiq, kimdir esa yo'q degan go'yo bilan yashayotgandek edi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, u bo'layotgan voqealarni telefoniga yozib olgan. Go'yoki bu hamma ko'rish kerak bo'lgan namoyish edi. Bu esa oddiy gazab emasligini, bu chuqurroq muammo ekanini ko'rsatardi. Ijtimoiy tarmoqlarda zo'ravonlik, ekstremizm, inson hayotini qadrsizlantiruvchi kontent yosh ongni qanday zaharlashi mumkinligi yana bir bor ayon bo'ldi. Politsiya tezda yetib keldi. Hujumchi qo'lga olindi. Maktab bo'shatildi. Ota-onalar yugurib keldi. Kimdir farzandini quchoqlab yig'ladi, kimdir ismini baqirib chaqirdi. Lekin Qobiljonning ota-onasi uchun bu kun boshqa kunlardan abadiy farq qildi. Ular uchun bu sana endi faqat og'riq. Keyin tafsilotlar chiqdi. Qobiljon migrant oilasidan edi. Onasi maktabda ishlagan. Otasi esa avvalroq vafot etgan edi. Qobiljon oilaning suyanchiqlaridan biri edi. Uning o'limi faqat bitta bolaning emas, butun bir oilaning hayotini sindirdi. Bu voqea jamiyatni larzaga soldi. Savollar ko'paydi. Qanday qilib maktabga qurol olib kirildi? Nega xavfsizlik tizimi ishlamadi? Nega bu bola bunday yo'lni tanladi? Bu savollarning hech biri Qobiljonni qaytarib bermaydi. Lekin ular javobsiz qolsa, bu fojia takrorlanishi mumkin. Bu hodisa shunchaki jinoyat emas edi. Bu ogohlantirish edi. Bolalar ruhiy holatini nazorat qilmaslik, maktab xavfsizligini qog'ozda qoldirish, zo'ravon kontentga befarq qarash qanday oqibatlarga olib kelishini ko'rsatgan ogohlantirish edi. Qobiljon endi statistika emas. U ism. U bola. U hayot edi. Uning o'limi bizdan bir narsani talab qiladi. Befarq bo'lmaslikni. Chunki bugun bu boshqa birovning bolasi bo'ldi. Ertaga esa har kimning eshigi taqillashi mumkin.
Bu hikoya dahshatli, lekin uni unutish undan ham dahshatli. Chunki unutish yana bir Qobiljon uchun joy qoldirishdir.